Barchangizga assalomu alaykum. Sizlarga aytganimdek Muhammad Ali Eshonqulov ustozni ko'pgina videolarini ko'rib, o'zim tahlil qilishda, yozishda boshlagandim. Ancha vaqtdan beri buni qilib kelaman. Lekin Muhammad Ali Eshonqulovni ustozni bir gaplari bor. Foydali ilmni birinchi yozing, keyin o'zingiz yodlang va boshqalarga o'rgating degan gaplari bor. Va bugundan sizlarga ham o'rgangan narsamni ulashib bormoqchiman. Xo'p, birinchi narsa bu bir ishni boshlashda ko'pchilik boshlashga qiynaladi. Ya'ni bir ishni o'ziga maqsad qilib qo'yadi va misol uchun oddiy ish bo'lishi mumkin yoki kattaroq ish bo'lishi mumkin. Lekin o'shani boshlashda o'ziga kuch topa olmaydi. Va shunday vaziyatda Muhammad Ali Eshonqulov ustozimiz ko'pgina usullarni o'sha o'rgatdilar. Birinchisi 5 dan boshlab shu orqaga sanash. Misol uchun qaysidir ishga dangasalik qilib turibsiz. Masalan, shu kitobni o'qishingiz kerak yokida vazifa berilgan universitetdan yokida maktabdan o'shani qilishingiz kerak yokida kursdan vazifa. O'shanga dangasa bo'lib turgan vaqtda, misol uchun odam o'zini miyasini aldash kerak deb aytiladi. Bu usulni o'zi germaniyalik bir olim inson kashf qilgan ekan. Xo'p, bu usulda o'sha misol uchun kitob o'qishim kerak deylik. Kitob o'qishdan oldin misol uchun dangasalik qilib turibman va 5 dan orqaga sanayman. 5, 4, 3, 2, 1, 0 va sirasi turib o'sha ishni qilaman. Bu ish psixologik jihatdan odamning miyasiga yordam beradi. Ko'pincha miya bu ishni qilishga dangasalik qiladi va oxiri 0 sonini aytish miyani ekstremal holatga tushirib qo'yadi va ekstremal holatlarda odam bajarish ehtimoli baland bo'ladi. Ya'ni 0 sonini eshitgandan keyin avtomatik bajarish ehtimoli baland bo'ladi. Va agar bu usul ham o'xshamasa, yana bitta usul bor. 4-5 ta usullarni o'rgatgandilar. Misol uchun yana bitta keyingi usul bu bir ishda misol uchun qiyinroq ish bo'lsa, o'shani har xil usul 3 ga bo'lish. Misol uchun, masalan, ertalab yugurishga chiqmoqchisiz, ya'ni 5 ga turib. Birinchi usul bo'lishi mumkin bugun barvaqt uxlash. Keyingi usul bo'lishi mumkin ikkinchi yo'li, ya'ni 3 qadamga bo'lsak, birinchi qadam bugun kechqurun barvaqt uxlash, ikkinchi qadam shunday tursam bo'ldi, o'sha vaqtda shunday tursam bo'ldi va uchinchi qadam shu turib keyin o'sha oyoq kiyimlarimni kiyib yugurishga, ya'ni krossovkani kiyib yugurishga shay bo'lib turish. Bu uchinchi qadam. Ya'ni birdaniga bitta katta ish qilaman desa, odamni miyasi qo'rqoqlik qiladi. Ko'z qo'rqoq qo'l botir degan narsa bor. Agar o'shani oson qadamlarga bo'lsa, ancha osonlashadi. Buni ko'p har xil misollar bersa bo'ladi. Misol uchun namoz o'qishga ham shunday misol qilib ketsa bo'ladi shuni. Boshida dangasalik qilib turgan bo'ladi. Ko'p odam namoz o'qishdan oldin, misol uchun peshin kelgan vaqtda birinchi o'ylasa tahorat olaychi, keyin tahorat olib bo'lgandan keyin o'zi avtomatik tarzda namozda o'qiydi. Birdaniga hamma narsani o'ylasa, odamga boshida hamma ishda birdaniga o'ylash katta narsani qiyindek tuyuladi miyaga va qilgisi kelmaydi. Xo'p, uchinchi usul bu auditoriya. Ya'ni o'zi misol uchun shunday bitta guruh ochib, yaqinlarni o'sha guruhga qo'shib aytasiz, men shu ishni qilaman. Misol uchun bugun shu ishlarni qilaman. Yokida ertaga 1 oylik mana shunaqa planlar qo'yib, ular auditoriya o'sha narsani ko'radi va ko'proq mas'uliyat his qilasiz. Va bu usul ko'p odamlarda ishlaydi. Hammada ishlamasa ham ba'zi odamlarda bu usul ishlaydi. Ya'ni mas'uliyatni his qiladi. Ba'zilar mas'uliyatni his qilsa, ba'zilar bosimdek tuyuladi, ba'zilarga. Yana bitta Muhammad Ali Eshonqulov ustoz juda ham ajoyib gap aytgandilar. Hamma hozir aytadigan gapim, ustozdan o'rgangan narsalarim. Insonni vaqti qilichga o'xshaydi. Ya'ni agar siz uni foydali narsaga sarflab kesmasangiz, u sizni kesib tashlaydi. Masalan, shu bugun 24 soat vaqtim bor. Kitob o'qishga yokida bir foydali o'zimni ustimga ishlashga sarflamasam, shu vaqt o'tib ketadi, tamom. Bu vaqtni ortga qaytarib bo'lmaydi. Shuning uchun ham agar siz kesmasangiz, u sizni kesadi degan gap bor. Xo'p, keyingisi
Keyingi judayam bir asosiy muhim gapni aytib ketgandilar shu yerda Muhammad Ali Eshonqulov ustoz. Birinchi o'zi shukurdan boshlash kerak. Haqiqatdan inson shukur qilishdan boshlash kerak. Agar inson noshukur bo'lsa, deyarli hech narsaga erisholmaydi noshukur inson. Chunki shukur qilmasdan turib, nimagadir kattaroq narsaga erishgandan keyin ham odam o'zini bir hamma narsaga erishganday, bir nimaga erishganday his qilmaydi. Chunki tasavvur qiling, xuddiki bir o'zi insonni narsalarga erishgandan keyin katta-katta yutuqlarga, masalan, o'qishga kiradi, yaxshiroq lavozimga ishga kiradi, undan keyin pul to'playdi, biznes boshlaydi. Shunday odamga, misol uchun, bo'lganidan keyin unga moslashni boshlaydi. Moslashgandan keyin ba'zida shukur qilmasa, zerikishni boshlaydi. Qancha odamda ko'p narsa bo'lsa ham, agar inson aql yuritib shukur qilishni bilmasa, o'sha bor narsalardan ham shukur qilolmaydi, o'zini bir butunlay yaxshi his qilolmaydi. Shunday insonlar borki, misol uchun, shunaqangi ko'p narsalari bor, boylik, pullari bor, lekin o'zini yaxshi his qilmaydi. Chunki shukur qilishni bilmaydi-da ko'pisi. Lekin shunday insonlar bor, uyi, joyi, misol uchun, juda ham oddiy, yeyishga ovqati yo'q, lekin shukur qilishni biladi, misol uchun. Kichkina narsalarga shukur qilishni bilgandan keyin hayot ham ancha go'zallashadi, inson hayoti. Shuning uchun har birimiz albatta sizlarga mana shu ilmlarni ulashishni niyat qildim inshaalloh, va bu gapirayotgan gapim o'zimga ham taalluqli, birinchi o'rinda o'zimga va keyin sizlarga. Keyingisi so'z, yana bitta zo'r narsa aytgandilar. Agar bir kishi bir narsani gapirayotgan bo'lsa sizga, ya'ni Muhammad Ali Eshonqulov ustoz o'zlarini misol qilib keltirgandilar. Nimaniki gapirsam, bu tinglovchining rizqi bo'ladi. Ya'ni nima foydali narsa chiqsa, bu o'sha eshitib turgan odamning rizqi. Ya'ni Alloh taolo o'shanga eshitishni nasib qilgan ekanki, o'sha narsani eshityapti va xulosa chiqarish, aql yuritish esa o'zidan. Xo'p, keyingisi inson o'z o'tmishini juda ham bir muhim narsalardan, yana keyin aytganlari, inson eng katta qiladigan ishi bu o'zini hayotini tahlil qilishi. Misol uchun, oxirgi 10 yilda nima ish qildim, oxirgi 10 yilda nimani o'rgandim, o'shancha vaqtimni nimaga sarflasam, yanada yaxshiroq narsaga erishishim mumkin edi. Butunlay tahlil qilib, yomon narsalarni va yaxshi odatlarni o'ylashi, fikr qilishi albatta keyingi 10 yillik uchun yaxshi plan tuzishiga katta yordam beradi va keyingi 10 yil uchun reja bo'lishi juda ham muhim. Keyingi 10 yil uchun mana shu eng zo'r, misol uchun o'z xohlagan har xil maqsadlarni qo'yib, keyin o'sha maqsadga erishishni tasavvur qilish insonni o'sha maqsadga ancha yaqinlashtiradi. Chunki o'zi Qur'onda ham aytilgan, kim nimani xohlasa, biz uni o'shanga yetishtiramiz. Bu narsa dinsizlar tomonidan kashf qilinmagan, bu o'zi dinda ham bor. O'sha uchun keyingi 10 yillikda yaxshi bir solih niyatlar qilib, misol uchun shuncha pul topaman emas, misol uchun shuncha ehson qilaman deb yaxshilikka bog'lash o'sha niyatda yoki maqsadda ro'yobga chiqish ehtimolini yanada oshirar ekan. Xo'p, keyingisi o'tmish. Xo'p, o'tmishda o'sha eng o'sha afsuslanadigan nima qilgansiz, o'sha oxirgi 10 yillikda o'sha narsani yozishingiz kerak. Shunaqa bir topshiriq, vazifa bergandilar. 5 ta narsani yozish kerak. O'sha eng afsuslanadigan, o'sha qilganingiz uchun va kelajakda o'sha qilmoqchi bo'lgan eng asosiy 5 ta ishni yozish kerak. Va aytgan ekanlarki, yana hayotda baxtli bo'lish uchun meni yo'qotish kerak. Bu misol uchun o'zimda juda ko'p kuzatiladi. Agar bir kishiga misol uchun salomlashayotgan paytda yaxshi muomalada bo'lmasligi yoki siz unga yaxshi bir muomala bilan murojaat qilsangiz, u insonni yaxshi muomalada bo'lmasligi va har xil vaziyatlarda
odam o'zini menini yo'qotish kerak va har xil tomonlama o'ylash kerak. Misol uchun, agar boshqa bir inson tomonidan, siz gapirayotgan boshqa bir inson tomonidan yaxshi muomala bo'lmasa, har xil sabablarni o'ylash kerak ekanda. Misol uchun, butunlay uni aybdorga chiqarib qo'ymasdan, balki uni qanaqadir muammosi bordir deb chuqur o'sha haqida o'ylash kerak ekan. Xo'p, narigi insonga uzr qidirmaydigan bo'ldi insonlar hozirgi zamonda degan ekanlar. Xo'p, odam qancha o'zini ko'p yaxshi ko'rsa, shuncha hayotda balans buzilar ekanda. Qancha egoistik bo'lsa, o'zini o'ylasa, o'sha boshqalar bilan gaplashayotganda ham tushunish, ularni vaziyatini tushunish va shunga moslab gapirish umuman chiqisholmaydi boshqalar bilan keyin. Xuddi hamma atrofdagilar unga yomondek tuyuladi. O'zini o'ta yaxshi ko'rishda mana shu balans buzilishini aytib o'tgan ekanlar. Muhammad Ali Shomurov so'z. Bir yaxshi narsaga erishish yo'li uni boshqa insonga Allohdan so'rash. Juda ham bir o'ta foydali narsa aytdilar keyin. Bir narsaga erishishni rostdan ham xohlaysizmi? O'sha narsani boshqa insonga so'rang. Misol uchun, men shuncha katta, misol uchun $1 million tasavvur qilaylik. $1 million ishlamoqchiman endi boshlanishiga va o'shani yarmini Alloh yo'lida ehson qilmoqchiman deylik. O'sha narsani misol uchun harakat qilyapman. Misol uchun sekin, natija sekin bo'lyapti deylik. Agar shuni men boshqa insonga istasam, yo Alloh, shu bir bandangga deb boshqa bir yaqin insonimga istasam, shu bandaga shunaqa bir ne'mat bergin, shuncha mol-mulk bergin va unga o'sha yarmini ehson qilishni unga nasib etgan deb unga shu yaxshiliklarni so'rasam, yonimdagi farishta ham senga ham deb aytar ekan va o'zimga qilgan niyatimdan, o'zimga nimadir so'rasam Allohdan, o'shanga nisbatan boshqa bir musulmonga so'ragan narsam ijobat bo'lish ehtimoli juda ham baland ekan. Va u ijobat bo'ladi, siz so'ragan narsa, va u ijobat bo'lgan hisobiga yonizdagi farishta sizga ham aytadi va bu narsa sizga ham o'sha narsa ijobat bo'ladi keyin. Chunki siz chin qalbdan bir narsa so'radingiz, unga ijobat bo'ldi va yonizdagi farishta ham sizga tilagan uchun u ham ijobat bo'lar ekan. Xo'p, va aytgan ekanlarki, inson agar ulug'likka erishmoqchi bo'lsa, bir solih, Allohga yaqin bandalardan bo'lmoqchi bo'lsa, haqiqatdan yetuk inson bo'lmoqchi bo'lsa, ko'proq xalqqa xizmat qilishi, xalqni dardini o'ylashi, misol uchun puli ko'p bo'lgandan keyin, masalan, o'sha ko'p insonlar shu ochlikdan, pul kamligidan qiynaladi, o'shalarga yordam berishi va o'sha misol uchun jamiyatni o'stirish, ya'ni ta'limga investitsiya qilish va har xil yo'llar bilan shu xalqqa, o'zini musulmonlarga, xalqqa investitsiya qilishi, mana shuni o'zi insonni yetuklik sari, buyuklik sari yetaklar ekan. Va eng muhimini aytib ketdilar shu yerda. Keyin shu yerda eng muhim narsani aytib ketdilar. Juda ham muhim narsa. Alloh taolo aytar ekanki, agar bandam butunlay men aytgan narsani qilsa, ota-onasini norozi qilsa, men uni shu yerda ya'ni amal qilmagan, ya'ni amal qilmagan bandalardan, ya'ni butunlay qilgan amali bekor ketgan bandalardan deb yozib qo'yaman. Agar ota-onasini rozi qilmasa, agar u ota-onasini rozi qilsa, ota-onasiga ko'p yaxshilik qilsa, lekin men aytganlarimni qilmasa ham, men uni itoat etuvchilardan, solihlardan deb yozib qo'yaman deyilgan. Lekin o'zi kim ota-onasiga yaxshilik qilgan bo'lsa, kim ota-onasini roziligini olib ko'p solih amal qilgan bo'lsa, ota-onasiga ko'p yaxshilik qilgan bo'lsa, avtomatik tarzda Alloh taolo uni boshqa bir o'zi farz qilgan amallarga ham o'sha qilishiga yetaklab qo'yadi o'zi. Ikkita narsa o'ta bog'liq, lekin kim Allohni amalni qilaman deb ota-onasiga qaramay qo'ysa, ham Allohni buyrug'ini qila olmaydi, ham ota-onasiga roziligini olmagan bo'ladi. Ikki tomonlama yo'qotish bo'ladi. Va natijada
hech narsaga erisha olmaydi. O'zi ota-onani duosi o'ta muhim, judayam muhim. Misol uchun ingliz tilidan tayyorlanayotgan vaqtimizda ham ustozimiz juda qayta-qayta aytardilar, ota-onani duosi muhim, o'ta muhim. Bu shunday bir o'qqa o'xshaydi. Borgan joyini teshib o'tadi deb ko'p aytardilar. O'sha ota-onangizga borib, bir yaxshi narsa, bir kichkina narsa bo'lsa ham sovg'a qilib yoki shirin so'zni yaxshi gapirib, shunday xursand bo'lgan paytlari bir duolarni olsangiz, o'sha paytda duoni ijobat bo'lish ehtimoli juda ham baland bo'ladi. Chunki ota-onangiz sizdan xursand o'ta. O'sha paytdan foydalanib olib, misol uchun bir narsa so'rab olsangiz, misol uchun juda ham bir boy inson bo'lib, ko'plab insonlarga yaxshilik qilaman, solih amallar qilaman, ko'plab ehsonlar qilaman deb niyat qilib, misol uchun shuni onangiz siz uchun Allohdan so'rasa yoki otangiz, onangiz so'rasa, buni ijobat bo'lish ehtimoli juda ham baland. Albatta. Va o'zi 15 minut bo'libdi deyarli. Keyingisini alohida video qilib, nasib bo'lsa, sizlarga ulashaman. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, kommentda yozib bildirib qo'yishingiz mumkin. O'ylaymanki, sizlar uchun juda ham foydali bo'ldi. Birinchi o'rinda o'zim sizlarga ulashganim, mana shu nimadir kimgadir ulashsa, esda qolish ehtimoli ham baland bo'ladi va o'sha ilmni ham o'zini nimasi bo'ladi. Bitta ilm o'rgangandan keyin uni o'rgatish deyarli muhim, ya'ni farzday birovga o'rgatish. Agar uni boshqaga o'rgatmasa, u ilm, misol uchun o'sha insondan ham ketadi. Misol uchun men shuni o'rgandim, agar o'rgatmasam boshqalarga, men o'zimdan ham o'sha unutilib ketadi o'sha narsa. Agar shu oxirigacha eshitgan bo'lsalaringiz, juda ham xursandman. Inshaalloh manfaatli deb topasizlar. Iloji bo'lsa, agar yozib olmagan bo'lsalaringiz, nimadir foydali deb topgan bo'lsalaringiz, yozib olmagan bo'lsalaringiz, yozib olish o'ta muhim. Buni Muhammad Ali Shonqulov ustoz ham aytadilar. Chunki eslab qolgan narsalaringiz tez esdan chiqib ketadi, lekin yozilgan narsa doimiy esda qoladi. O'sha uchun agar yozib olsalaringiz, u uzoq vaqt eslaringizda ham qoladi, o'zlari uchun manfaatli ham bo'ladi, miyalaringizda ham ancha charxlaydi. Qaytib ko'rib shu videoni yozib olishni tavsiya qilaman. Kattakon rahmat eshitganlaringiz uchun.